Judayam bugun juda bulutli. Yoki mana shunaqa tuyulyapti. Okay, hammaga assalomu alaykum bolalar. Men o'sha Felix. Bolalar, senga juda yaxshi kelasizlar bolalar. Men hozir tashqarida tomosha qilib o'tirdim ertalabdan. Va menga hozir bitta jitil aytib qoldi, senga pochta keldi va o'sha pochtani ko'rish kerak bugun bolalar. Mana kichkinagina pochta quticha. Endi bolalar ko'ramiz. Menga nima kelgan ekan? Men bitta narsani anchadan beri kutaman bolalar, nima desanglar, hozir ko'rsam, ishqilib bola kelgan bo'lsan, bola kelibdi. Endi bola bismillah ochamiz, chunki buni ichidan yoki ha yoki yo'q javob chiqishi kerak. Ya'ni hozir ko'rsa, xo'p, hurmatli 97 qishloq vakillari, sizlarning arizangizni ko'rib chiqdik va mamnuniyat ila 20-maydon yig'ilishmagacha qadar qishloq vakillaridan olishlariga hokimlik tomonidan ruxsat berildi. Hurmat bilan Mr. Toshpo'lat. Yo'q, bolalar, men sizlarga nima ko'rsatmoqchi edim. Короче, endi siz o'zlaring bilasizlar, qilib turishdan o'zi ham bilasizlar 49 yo astag'firullah 39 gradus issiq va shunaqa issiqlarda biza bola toqqa chiqib aylanib kelmoqchi edik butun boshli qishloq bilan. Hali beri merga aytganimiz yo'q. Agar merga aytsak hokimiyatdan ruxsat so'rash kerak. Bu maza-faza deydilar va bolalar merga aytmasdan turib hokimiyatdan aniqroq hokimiyatga ariza yozdik va javob keldi, ruxsat keldi. Jetelar, nima bo'ldi? Felix ham chaqirsansan. Короче, ariza bor edi-yu. Da, topshirganmizmi? O'sha javob kelibdi. Xo'pti. Ruxsat berishdi. Yo'q, endi maza qilamiz, 39 gradus issiqda. Bu yerda qamoqchi emasdim hamshayman. Endi maza uchun boramiz. Da, endi merga aytish kerak. Yo'q, nima bo'lyapti? Короче, mer biza jitlar bilan Damashqqa chiqmoqchi edik. Dam olish hokimiyatdan so'rash kerak. Mana olishingiz mumkin. Mana ruxsat qarab ko'raychi, stopchiman. Mr. Toshpo'lat. Kim berib ruxsatlarga? So'ragandik. Kim agentga ishora qiladi? Kim narsa qiladi? Kim qishloq qaraydi? Bir xalta ajra hech narsa bo'lmaydi, mer. Yo'q, kimdir qilib turish kerak-ku. Короче, o'zingiz bilasiz, biz ketamiz, bir bola qilib o'zingiz amalab turasiz, короче. Bol, endi biz mazza qilib aylanib kelamiz. Merab endi yetasizlar deyominglar, chunki bizda ruxsat bor. Okay, let's go bolon. Juda ham xursandman. Albatta obuna qo'yinglar bola, chunki sizlar har bitta obunalar men juda ham muhim, to'g'rimi, Shital? 100%. Va albatta bolalar, agar 1000 obunachi tezroq yig'ilsa, mini bitta konkurs qo'yamiz, bitta YouTube kanal 1000 obunachisi bor, aktiva bomba bo'lgan bitta YouTube kanal qo'yamiz konkursga. O'shaning uchun ham bolalar, tezroq 1000 bo'lsak, balki aynan hozirgi akkauntda sizlardan bittalarga beraveramiz. To'g'rimi, Jitlar? 100% to'g'ri bo'lmasa, hamma narsani yig'ishtir. Ertaga jo'nab ketamiz. Okay, biz avtobusga gaplashib qo'yaman. Albatta avtobusga gaplashib qo'y. Necha kishilik shuni 1 2 3 xolos короче taxminan 20 ta jitil sig'adigan avtobus gaplashib qo'y. Okay, let's go. Bo'lmasa ertaga ko'rishguncha ertagacha. Bolalar, endi biz mazza aylanib kelamiz. Ayniqsa bunaqa issiq kunlarda aylanib kelish habshay rohatijon ko'p bolalar, to'g'rimi? 100%. Bo'lmasa hozir hamma narsani taxlashim kerak. Men ertaga siz jo'nab ketamiz. Yuhu. Yo'q, endi nima deb qolaman, qishloq qilasiz. Men dam olishga chiqolmayman, chunki men merman. Merlar dam olishga haqqi yo'q. Ayniqsa qishloqdan chiqishga. Bu degani men bunday zerikib o'tiraman deganimi? Yo'q, bu noinsoflik. Hammaga aytarkan nima qolarkanman. Yo'q, hech ham bunaqa bo'lmaydi. Xo'p, men qolamanmi, demak hamma qolasan. Hech kim chiqmaydi qishloqdan. Hali ko'ramiz. Hozir yozib qo'yamiz. Olma, orange, apelsin, bitta yashik va korm makkajo'xori 1 yashik, sabzi 1 yashik va nima bo'ldi? Pechenye va bo'ldi. Va 2 kilo kopcha pechenye va mana nima? Kartoshka va mayda ham bor edi. Xo'p, banan va nima bo'ldi bu? O'rik. Yo'q, o'rik emas bu bolalar. Nok bo'ldi. Hammasi tayyor. Endi yozib qo'yamiz hammasini. Короче, bolalar, meva, ovqat, bularni hammasini olib borish mening zimmamda. Bu degani bolalar, eng og'ir narsani men ko'tarib ketaman. Eng yomoni bolalar, hammasini hozir qo'limdagi hamma narsani mana shunga sig'dirishim kerak. Aniqroq mana shu papkaga.
No bola qanday sig'di, men hayronman. Umid qilamanki, avtobus bagaji ham bo'ladi, ya'ni tepasi bo'ladi-yu, bola zamonaviy avtobuslarda tepasiga nasib qilsa bo'ladi. Shunaqa bo'lsa hamma narsani o'sha yoqqa qo'yardim. Bunaqa buning ichiga вообще bola sig'dirish qiyin ketadi, chunki da bol endi ertaga ketamiz ham juda ham xursandman bolalar. Keyin albatta agar sizlarga shunaqa imkon berilganda, kim bilan shunaqa sayohatga borgan bo'lardinglar? Ota-onalar bilan yoki eng yaqin do'stinglar bilan yoki вообще qizinglar bilan? Lekin bolalar bizlar sigmamiz. O'shaning uchun ham bolalar takoy узкий круг o'zi, ya'ni qishloq bilan birga ketamiz. To'g'rimi? Albatta 100%. Bo'lmasa endi xamlashni oldim. Endi ertangi kunni kutib mazza qilib bugun uxlab olishimiz kerak bo'ldi. Qanday go'zal bu olam. Bir qara, короче, bola turdim bir amallab ertalabdan. Chunki bugun вообще kayfiyat bom. What the tushunmadim bola. Bola yoki men tushunmayapman yoki вообще-то nimaga bu qishloq atrofi bunaqa bo'lib qoldi? Tushunmayapman, eshik ham borgan hozir. Jitil nima bo'lib o'tdi bu yerda? O'zimiz ham hayronmiz. Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Bilmadik, yerdan tursak, shunaqa ahvol chiqib ketolmayapmiz qishloqdan. Yo-mayo. Da bolalar eshik ochmayapti. Bola sig'mayapman. Demak, kimdir bizani qamab qo'ydimi shunday qishloqqa? Maytdan chiqsa bo'larmikan? Yo-mayo bola bu yerdan faqatgina kallam sig'adi, lekin o'zim chiqib ketolmayman chunki bu Minecraft. Bola endi bu yerdan qanday chiqamiz, ey? Tushunmadim man. Qishloqlar nima qilamiz bugun? Onangga bormoqchi ediku. Toqqa. Da, o'zim shunga hayronman, aslavman. Yo'q, endi qanday qilib bo'lsa ham lekin endi chiqishimiz kerak. Avtobusdan gaplashib qo'yganmiz Timboli. Yo, stop. Nima bo'ldi? Kecha aniqroq bugun ertalab avtobus telefon qilib, buyurtma отказ qilganini aytdi. Nimaga отказ qiladi? Yo, bitta odam aytibdi unga, undan ko'p pul berib, u yoqqa xullas yo'q ekan. Yo'q-mayo, bir tomondan yaxshi. Lekin bola buni kimdan olib qo'ygan? Albatta obuna qo'yinglar bolalar. To'g'ri, obunani bemavrid vaqt so'rayapman, lekin baribir bunaqangi narsa вообще-da bir nima qilaylik, uni maytdan pasti bor ekan bolalar. Lekin uni chiqib keta olmaymiz. O'tdagi tepani va mayt tepasi birlashtirsak chiqib ketsa bo'lardi, lekin lekin hozir qanday? Nima qilamiz bo'ldi? Hamma yoq uzundan uzun bo'lgan shunaqa nima desam otilmaydi buni bolalar. Albatta agar kimdir otini bilsa, ruschami, inglizchami, o'zbekchami nomini bilsa, albatta kommentariy yozib qoldiringlar bolalar. Maytdan past ochiq. Lekin qanday chiqib ketsa bo'ladi bola? Albatta kommentariy yozib qoldiring, buni ham qanday chiqib ketsak bo'ladi? Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. O'yla Felix, o'yla. Qanday chiqib ketamiz eshitdilar? Bir bola qilib ko'rdilaringmi? Qilib ko'rdik, boltadan qilib ko'rdik, yana boshqa narsalardan, lekin bo'lgani yo'q. Xo'p, o'yla. Qanday chiqib ketsa bo'ladi bu bilan? Qanday? Nima buni buzib bo'lmayapti bolada. Buzib bo'lmayapti bola buni. Eshikni chiqaramizdak, yo'q, bu вообще temir eshik, buni buzib bo'lmayapti. Hech bunaqa bo'lmayapti, elektrini ochib bo'lmayapti. Bo'lmasa nima qilish mumkin bolalar? Lekin kimdir, aynan kim bolalar bu narsani qilgan bo'lishi mumkin. Albatta, agar uni ham bilsanglar kommentariy yozib qoldiringlar. Kim qilgan bo'lishi mumkin? Qaysi bizani ko'rolmaydigan iflos qilgan bola kim bo'lsa ham. Lekin bola qanday? Nima qilamiz endi? Nima qilamiz? Hozir stop qorim ochib ketibdi. Okay, ayg'irdik ishlar. Da bolalar. Aniq mer xursand bo'ldilar, chunki bizani ayg'irdik kuychimiz merga uncha yoqmayapti. Bolalar bir pasda 10 ta naqa yo'qordimmi? Da stop bolalar. Bizada bola anu bor-ku, stop, bizga hozir fakil kerak, tez fakil kerak bizga. Fakil berlaring tez ey. Bola axir bizda g'or bor-ku, g'or. Da bola, genialni. Qo'yib olamiz, ketdik bola, ketdik. Bola axir bizda g'or bor, g'or. Esimda ham yo'q bola. Okay, qanday pastga tushsak, o'ylashimcha normal temirlar bor ekan va qaysidir zombi. Yo'q, qoch. Zombi kerak emas menga. Xo'p. Da bola, yorug'lik bola. Da men chiqdim.
Kim bo'lsa ham, lekin bola bu tarafni o'ylamagan ekan. "Jetaman, chiqib oldim. Biz endi aniq bolalar ozod bo'lamiz." Xo'p, endi tezroq jetlaga aytish kerak, o'ta yo'l borligini. Bola albatta obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz aniqroq chiqdik. Yuhbi! Yo-mayo, jetlar. Felix qanday chiqib qolay, Felix? Hostiga aytaman, jetlar. Короче, tezroq. Qanday chiqding bu yoqqa? Xullas qishloq narigi chekkasida bitta g'or bor, o'shandan chiqsalaring, keyingi og'zi mana buning orqasidan, ya'ni maytami qatdan olib chiqadi. Ana kallangga qo'yin. Da aytaman kalla. Tezroq bo'llaring, hozir avtobus вообще o'tib ketib qoladi. Tezroq bo'llaring, hamma narsani olib tezroq chiq. Mana narsani olishim kerak hozir bola. Tezroq hamma narsani olishimiz kerak. Chunki kech qolishimiz mumkin. Bugun 20-may. To'g'ri. O'zbekistonda bunaqa emas, lekin baribir axir bu Minecraft axir bir narsa bo'lishi mumkin. Albatta bola like bosib qo'yinglar. Bola biz chiqib oldik va nihoyat. Albatta hammaga xayr. Men o'sha Felix bo'ldim va keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Sog' salomat bo'linglar. Hammaga xayr.